Ertalab soat 4:57. Fermaga qo'ylarni moyka qilgani ketyapmiz. Hozir ertalab. Hadium. Nasıl olmuş? Fermanın içinde. Uylarımız. Ayar mısınlar? Gupkega. Savolik qilmaydimi ekan hozir? Hozir bizlar Krelin bilan insektisid degan dori bor, rasmini qo'yib ketaman. Mana shu ikkalasini aralashtirib qilinsa, qo'ylarda tashqi parazit hammasi to'kilib tushadi. Bu ham mana shu insektisid bir xil narsa. Mana Krelin. Krelin ham juda yaxshi narsa. Mana hozir moykamizni to'kib tayyorlaymiz. Ketdik mana. Mana shuni oqarib ketadi, bu Krelin. Biz endi mana bunaqa sharoit qilganmiz. Bu yerda sement qilmaganimizning sababi keyingi yilga boshqa joydan chiroyli qilib qilamiz. Bu временный qilib kovlaganmiz hozir. Birinchi partiyamiz. Chaq. Hamma kelguncha nima qilib turasan-da? Yaxshilab chiqiladi, yaxshilab chiqiladi. Birinchisi. Mana shu bilan ishni tugatdik. Endi ishga keldik, soat 9 bo'ldi. Shunaqa. Salomat bo'linglar.